Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Xo'p, kim agar o'tgan videoni ko'rgan bo'lsa, men aytib o'tgandim. Keyingi videoda albatta men qonni suyultiruvchi tabiiy vositalar haqida ma'lumot berib o'taman deb, mana shu yerda linkini qoldiraman. O'tgan videoni bugungi mavzuimiz albatta hozir juda ko'pchilikda yurak, qon tomir kasalliklari rivojlanmoqda. Men tabiiy yo'l bilan qonni suyultiruvchi vositalar haqida bugun ma'lumot berib o'taman. Bugungi ma'lumot berib o'tadigan mahsulotlarimiz 7 ta. 7 ta eng asosiylaridan. Xo'p, sizlar aptekadan olasizlar Trambapol, aspirin. Mana shunaqa hozir juda ko'pchilik ishlatmoqda, aptekadan olyapti. Dorixonalardan bitta tabletka ichyapti, yuryapti, ikkita tabletka ichyapti, yuryapti. Bu lekin vaqtinchalik. Men sizga agarda aytadigan narsamni siz qilsangiz, juda organizmingizga foyda bo'ladi. Faqat qonni suyultirish emas, boshqa tomonlama ham foydali. Xo'p, bugungi mavzuimiz aytganimdek qon suyultirish va yurak qon tomir tizimi salomatligi haqida bo'ladi. Bilasiz, dunyoda hozirda yurak xastaliklari eng ko'p uchraydigan kasalliklardan biri hisoblanadi. Hozir bu kasallikning yoshi уже yosharib ketdi. Yoshlarda ham bu uchramoqda. Ayniqsa qon quyuqlashishi tromblar hosil bo'lishiga olib kelishi mumkin. Bu esa yurak xurujlari, insult xavfini oshirib qo'yadi. Shunday ekan, qonni tabiiy yo'l bilan qanday suyultirish mumkin? Bugun sizga 7 ta eng samarali tabiiy mahsulotlar haqida gapirib beraman. Birinchisi kurkuma. Tabiat bergan mo'jiza hisoblanadi. Deyarli har bir oshxonada topiladigan kurkuma aslida kuchli dorivor o'simlikdir. Uning tarkibidagi kurkumin moddasi qonni suyultirishga yordam beradi va tromblar paydo bo'lishining oldini olishda ko'maklashadi. Bundan tashqari, u yallig'lanishga qarshi xususiyatlarga ega. Xo'sh, kurkumani qanday iste'mol qilish kerak? Juda oddiy. Uni issiq sut yoki choyga qo'shib bemalol ichishingiz mumkin. Taomlaringizga oz miqdorda ustiga sepib iste'mol qilish mumkin. Bu nafaqat qon aylanishi, balki immunitetni mustahkamlab beradi. Juda ko'pchilik shamollashlarda. Xo'p, ikkinchisi imbir, tabiiy aspirin. Aspirin dorisi emas, tabiiy bu. Tabiat tomonidan yetishtirilgan, zararsiz. Imbirning yurak qon tomir tizimi uchun foydasi beqiyosdir. Uning tarkibidagi gingerol moddasi tufayli qonni suyultirishda yordam beradi. Tomirlarni kengaytiradi va bosimni me'yorda ushlab turadi. Imbir choyi ichganmisiz o'zi? Kim ichgan oramizda? Men ichganman. Imbir iste'mol qilganman. Issiq suvga bir nechta bo'lak yangi imbir qo'shib, asal bilan ichishingiz mumkin. Organizmga qanday ijobiy ta'sir qilayotganini 2-3 kunda albatta sezasiz. Uchinchisi, hech kimni xayoliga kelmagan sarimsoq, tabiiy antibiotik. Sarimsoq haqida eshitmagan odam yo'q o'zi, lekin bu qon suyultirish haqidagi ma'lumotlarni bilmaydi. U qonni suyultiradi, qon bosimini tushiradi va yurakni himoya qilishda yordam beradi. Har kuni 1-2 bo'lak sarimsoq iste'mol qilish yurak salomatligi uchun mukammal vositadir. Lekin ko'pchilik men sarimsoqni yeyman va og'zimdan badbo'y hid keladi. Ko'pchilikka noqulaylik tug'dirishi mumkin. O'zimni noqulay sezaman deyishlaringiz mumkin. Lekin ertalab och qornida iste'mol qilsangiz, gijjalarni tushirishda yordam beradi. Organizmda aytganimdek mana qon suyultirishda yordam beradi. Juda ko'pchilik foydalari bor. Juda ko'pchilik kasalliklarga mana shu foyda. Koreyslar, xitoyliklar nima uchun ko'p achchiq yeydi? Mana shu sababi. Ularda yosh umr ko'rish uzoq va insult, keyin infarkt va yurak tomir kasalliklari juda kam uchraydi. Iste'mol qilsangiz kam bo'lmaysiz. Katta foyda beradi. Asal bilan aralashtirib iste'mol qilishingiz ham mumkin. Xo'p, 4-chi mahsulotimiz qizil miya. Qon aylanishining sodiq yordamchisi hisoblanadi. Ko'pchilik qizil miyani ildizini faqat tomoq og'riqligiga qarshi vosita deb biladi. Ammo bu o'simlik qon aylanishiga ham juda ajoyib ta'sir ko'rsatib beradi.
U tromblar paydo bo'lish xavfini kamaytiradi va immunitetni mustahkamlaydi. Uni choyga yoki damlamaga qo'shish mumkin, ammo haddan tashqari ko'p iste'mol qilish ham kerak emas, chunki bu o'simlik qon bosimini oshirishi mumkin. Qon bosimi oshgandan keyin yotib qolasiz. 5-si zaytun moyi. Yurakning eng yaxshi do'sti hisoblanadi. Agar siz yurak sog'lig'ini yaxshilashni istasangiz, ratsioningizga albatta zaytun moyini qo'shing. U qonda yomon xolesterinlarni kamaytiradi, tomirlarni mustahkamlaydi va qonni suyultirishga juda katta foydasi bor, juda katta yordam beradi. Har kuni 1-2 qoshiq zaytun moyini iste'mol qilish yurak qon tomir kasalliklari xavflarini sezilarli darajada kamaytirib beradi. Mana qarang. Shunday ovqatga aralashtirib ichyapsiz, endi ichyapsiz emas, ovqatga aralashtirib yeyapsiz, organizmga foydasi tegyapti. Xolesterinlarni, qondagi zararli xolesterinlardan tozalaydi qonni. Xo'p, 6-si qora shokolad. Nafaqat mazali, balki foydali ham. Kim shokoladni yoqtirmaydi? Men yoqtiraman. Kim yoqtirmaydi? Oramizda bormi? Bo'lishi mumkin, allergiyasi borlar. Ammo oddiy sutli shokolad emas, kamida 70% kakao tarkibiga ega qora shokolad qonni suyultirishga yordam beradi. Chunki uning tarkibida flavonoidlar bo'lib, qon aylanishini yaxshilaydi va tomirlarni mustahkamlaydi. Biroq uni me'yorida iste'mol qilish kerak. Kuniga 30-40 grammdan oshirib yubormang, chunki u zarar berishni boshlaydi. 7-si xantal urug'i. Qon aylanishini yaxshilovchi maxfiy quroldir. Xantal urug'i ham yurak sog'lig'i uchun juda foydali. U qon bosimini tartibga soladi. Tromblar hosil bo'lishining oldini oladi, yurak faoliyatini yaxshilaydi. Uni salatlarga yoki choyga qo'shib ham iste'mol qilish mumkin. Xo'p, bugungi mavzuyimizdan xulosa qilib aytgani shuki, salomatligimiz barchamizning o'z qo'limizdadir. Qonni suyultirish va yurakni sog'lom saqlash uchun dori ichish shart emas. Tabiat bizga eng kerakli mahsulotlarni allaqachon in'om qilib bo'lgan. Kurkuma, imbir, sarimsoq, qizilmiya, zaytun moyi, qora shokolad va xantal urug'i. Ularning barchasi qon aylanishini yaxshilashga yordam beruvchi vositalardir. Eng muhimi ularni me'yorida iste'mol qilish zarur va sog'lom turmush tarziga amal qilish kerak. Abu Ali ibn Sino, ya'ni chet elliklar Avitsena deb unga taxallus qo'yishgan. U aytib o'tgan: barcha kasalliklar noto'g'ri ovqatlanishdan kelib chiqadi. Barchasi mana shundan. Ovqatlanishni to'g'ri qo'ysangiz, sog'lom turmush tarziga rioya etsangiz, kasalliklar sizdan juda uzoqda yiroqlashib ketadi. Juda uzoqlashadi. Xo'p, aziz do'stlar, agar siz sog'lig'ingiz haqida qayg'ursangiz, ushbu tabiiy mahsulotlarni kundalik hayotingizga qo'shishni unutmang. Qo'shishingizni tavsiya etaman. Agar ushbu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos like bosing, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Fikrlaringizni izohda yozib qoldiring. Yana qanday kamchiliklar bo'lsa, iltimos sizlardan kamchiliklarni to'g'rilashga harakat qilaman. Kamchiliklarni iltimos izohlarda albatta yozib qoldiring. Sizlar bilan doktor Erkin Ergashev bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.